Qaqqan. O'tiring. Oy, bismillah. Ha deb chiqib turib, yo yolg'on ekan dedi dubinka. Dubinkadan yegandan keyin. Ko'p narsa bor-da, temani aytgim keladi, jim bo'lib Yo'q, qo'ying. Ha, qo'yaveraman shu uchun. Ha, och qornimiz tinch quloq. Hozir faqat o'zing. Ha, hozir faqat men o'zim o'ylashim kerak. Покажите ее, а кого показываю сейчас? Я другой. Ой. Жасмин, спасибо. Сабрина, поправитесь. Так шибет. Поправиться делает. Chiroyli qiz. Очень рада за всех, за девочки Жасмин. Sabrina mamli. Meni qornim to'q. Ha, frukt yeng. Ha? Yo'q, o'zi chegaram bor. Ha? Siz katta yeyishingiz kerak. Ertaga o chegara ham. Faqat yem chiqish mumkin. Bir bo'lsa. Qalbimni shunaqa qilish mumkin. To'g'irlash uchun. 4 kunda uyga ketadi deydi operatsiyadan keyin. Unaqa demang. Yo, я имею в виду uy этот. Yo, nima yotoq ekan o'zini. Страшный, judayam nima operatsiya emas. Bu baribir красиво. Это Сабрина. Да? Rasm Gavama. Aha. Такие продолжить деньги. Вау, вау, вау. Вот так положи голову. Вообще красиво. Да, вообще. Tashlab beringlar keyin. Buklanib qolmadimi? Sizlarni rasmga olish kerak, rosa chiroyli turib. Ha, yuzur yon. Orqa tomoninglardan. Nimadirlar Rosa deyishyapti. chiroyli, orqanglardan olish kerak. Alloh o'zi sizdan rozi bo'lsin. Молодец. Sabrina o'zi nozik ekan, yana ham kichkina boladan. Ну-ка, aytib bering. Buni mana uni aytib bering, главное. Avariya bo'lgan moment aytib bering. Shuni hamma so'raydi. Это так страшно. Yaqinroq o'tiring. Rебята. Keling. Aha. Короче, Aytib bering. вот. Aytib beraman, endi Ozodopani odamlari bilsa-chi. Yo'q, farqi yo'q. Siz Ozodopani emas, ana shu rejissyor aybdor-ku, rejissyorni gapiring. Xalq U prosta. rejissor emasman deb, u operatorman deb, rejissor kelmagan ekan, o'rniga operator rejissor ham bo'lgan Ha, ekan. hammasini podrobno aytib bering. Boshi birinchi kundan. Ha, birinchi kuni mani soat 10:30da, men uxladim. Men har doim obedgacha uxlayman. 10:30da telefon qilishdi, syomkaga chiqib bering deb. Keyin men yo'q dedim. Chiqib bering dedi. Yo'q dedim. Keyin iltimos dedi, bitta sxemada chiqib bering dedi. Keyin aytdim, mayli lokatsiya tashlang dedim. Ko'raman dedim. Uzoq bo'lsa bormayman dedim. Uzoq bo'lmasa boraman, ko'raman dedim. Ha. Keyin lokatsiya tashib berdi, uzoq ekan. O'sha kuni meni pulim yo'q edi hatto cho'ntagimda. Keyin aytdim, uzoq ekan dedim, men bora olmayman dedim. Yangi O'zbekiston dedi. Ha. Keyin ama o'zim olib ketaman sizni dedi, Oybek degan kasting direktori. Keyin yo'q dedim, men hech kimdan zor emasman-da. Unda olganda olib ketishga. Keyin onamdan pul oldim. Onam Surxondaryoda edi. Keyin 20 ming tashlab bering dedim, men yo'lga yetmayapti pul dedim. Keyin xo'p dedi. Eshitdinglar, eng qo'rqinchli narsa. Xo'p, keyin tashlab berdilar pul. Endi uydan ketaman deyman, 5 ta kaltimiz bor zapasnoy. Eshikni yopaman, o'sha Yandex chaqirganman terib. Eshikni yopyapman. Yopilmayapti eshik. Xudoyim Da. qaytarganda eshikka kalit tushmagan, короче. 3 ta kalit tushmagan, короче. Yopilmagan eshik. Keyin yopilmadi eshik, 4-chisiga tushdi. Keyin bir o'ylayapman, nimaga bunaqa bo'ldi? Ketmasam. Oyog'ingiz ham tortmagan. Tortmagan oyog'im. Chunki men 3-4 marta, 5 marta atvet qildim-da. Keyin kelyapsanmi dedi-da, boryapman dedim. Keyin morgda mashinasini ko'rdim. Ana qabrga ketadigan. Yo'lda astag'firulloh. Kata falan dedimmi dedi? Qabristonga olib ketadigan mashinani ko'ryapman, taksida o'ylanyapman, nimaga menga bunaqa qilishyapti dedim. Keyin o'tiraman syomkaga bordim. Qarasam, men tanimaydigan insonlar, ichidan ikkitasi, 3tasi tanishim. Qarasam, Ahad Qayum bor ekan. O'rtog'im aytayapti, Muhammad qara deyapti, akang deyapti. Nimaga men aytdim-da, nima kerak menga unaqa aka dedim. Nima qilib qo'ygan menga dedi. Endi to'g'risini aytaman, men tilim yomon. Ya'ni nima suqaman, ya'ni. Meni unga unaqa joyim yo'q.
Ha. U menga anavi joyi bor, qaraydigan joyi bor. Realni men aytaman. Endi uzr lekin uzr. So'kkanim uchun mayli, lekin asabim buzildi-da, akang dedi, menga qizig'i Endi yo'q ekan. o'zini anaqalari bor. Holatimmi? Ha, o'zini situatsiyalar bor, Ahad Qayumni nimaga so'kayotganini. Keyin tushuntirib beradi. Tushunasizlar. Вот. Keyin bizani ajratib olishdi. Tam yevropeyskiy feyslar bilan o'zbekcha feyslarni. O'zbekcha syomkalarda shunaqa bo'ladi. Yevropeyskiy feyslar oldinda bo'ladi, o'zbekcha feyslar orqa fonda bo'ladi o'zbeklar. Keyin esa hop boshlandi, syomka boshlandi. Qizning oyog'ida keda edi, oyoq kiyimi. Bitta shofyor gelikni o'rgatdi qizga haydashchi. Nimadirlar yozyapti. Ha, emotsiyada deyapti. Ha, emotsiyada deyapti. Keyin yurishni o'rgatdi-da, oldida shofyor bor edi. Yurdi, qaytdi. Keyin ana bor-ku operator Shuhrat Mavlonov. Aytdiki, nimaga qizni oyog'iga keda dedi, nimaga kabluk kiygizmadilaring dedi. Men kirmyor yonida o'tirdim o'sha payti. Nima kerak ekan deyapman. O'zi bir arang haydayotgan bo'lsa, kichkina qizda. Nima kerak ekan deb o'ylanib o'tiribman, yaxshilikka bo'lsin deyapman. Krossovkasini yechtirib kabluk kiydirishgan, короче. Men munchada. O'zi bir yurishni bilmaydi, kablukka kiygani o'ylayman. U qiz minishni bilaman dedimi yo Ahad Qayum aytdimi? Ahad Qayum aytgan ekan, minishni biladi, javob degan ekan. Qizim nima degan? Xorazmgacha Nukusgami? Haydab olib borgan. Xorazmgacha meni olib borib kelgan. Ahad Qayumni u qiz mashinada olib borib kelgan. Shunday degan. Men sizlarga aytdimki, bir bolasi bo'lmasa, shtigorda quyruq nan qilaver deb. Ha, keyin haqiqatlar ochiladi-da, chunki men yolg'on aytgan insonlarni yomon ko'raman. Men boricha aytayapman-da. Вот, keyin kabluk kiydi qiz. O'rgatyapti, kablukdan tushishlari, o'sha joylari olinyapti. Bizani masofkani gelikni oldida, atrofida biz turamiz, gelik keladi, o'shanaqa holatlar qilyapti-da. Keyin ujman charchadim-da. Nimaga meni gelikni yonida qo'yibdi, faqat face qilib. Men tushunmayapman-da. Keyin men aytdim, meni oldimga keldi, biz 3 kishi turuvdik. Muhammad o'rtog'im, yana bitta qiz bor edi. U hozir Rossiyaga ketdi, syomkani tashladi. Ana shu avariyadan keyin butunlay O'zbekistondan chiqib ketdi u qiz. Bu holatdan keyin. Что yordam bermagan, sizga hech kim qaramaganidan. Strashno dedi вообще. Справедливость yo'q deb syomkalar tashlab ketib Rossiyaga. Qiz edi. Keyin turuvdik keldi-da, Oybek degan Sabrina mana shu holatga masofkaga siz kerak ekansiz dedi. Men aytdim, nimaga men dedim, shuncha masofkada odam bor dedim. Ha, mashinani oldin o'tishgan. Da. Shuncha odam bor, nimaga men deyapman-da. Matrlar yozyapti-da. Ha, o'qimang, men o'qiyapman. Ha, o'qiysiz. Qiziqyapman-da, so'kyapman. Yo'q, bu yerda so'kmaydi hech kim, yaxshi odamlar. So'kdi hozir. So'ku u jinnilar. Yaxshi odamlar yaxshi gaplar yozadi. Ro'za kuni so'kayotgan odam normalniy odam bo'lmaydi. E'tibor bering, gapiravering. Keyin men oldimga kelishdi-da, Sabrina mana shu joyga tushib bering dedi. Men aytdim, tushmayman dedim, отказ qildim. Yo tushib bering dedi, iltimos dedi. Keyin aytdim, shuncha masofkada qiz bor dedim. Aynan men kerakmanmi dedim shu qizlarning ichida. Ha dedi, rejissor xohlayapti dedi. Rejissorni Shuhrat deb ko'rsatdi. Keyin boryapman, menga derskirov mamlada, san deganda gapiryapti-da, men sinmaganda. Keyin ha dedim, nima qilishim kerak edi? Mana shu yerdan yurib berasan dedim. Faqat yurib beramanmi dedim. Da dedi. Keyin oldimga ikkita bolani qo'ydi. Ana bitta bola qo'li singan bola bor. Ularni qo'ydi meni oldimga ikkita bolani. Keyin aytdi, birinchi ikkita bola yuradi dedi. Potom yo to'xtagin dedi, Sabrinani o'zi yuradi dedi. Вот. Keyin motor dedi. Motor degan bilaman, men chap tomonda turuvdim. Gelik o'ng tomonda edi. Menga aytishgani yo'q, hatto gelik yurishini. Keyin motor dedi. Вот men yurganim bilaman. Birinchi balonda o'tdim, ikkinchi balonda eshitdim. Tepalayotgani. O'sha yur degan qizga qaraganda eshitdim-da men o'sha paytda. Endi qayralaman deganim meni chilpiratib ketdi balon tagiga aylanib. Necha marta o'tib ketdi mashina balon? Ikkita balon o'tdi. Ikkita balon o'tgandan yana orqaga ham qaytgan. Yo'q, qaytmabdi ekan, ko'rdim men. Ikkita balon o'tib ketgan. Baloni aylanib qolgan ustimga, короче. Ustiga qolib ketgan balon aylanib, короче. Keyin men baqirdim, skoriy chaqiringlar dedim. Ana operator shuna prosta qarab apparatlarni yig'ishtirib o'tiribdi, hech kim kelmadi oldimda. Ko'rdik, videoda ko'rdik. Ko'rdingizmi? Videosini ko'rdingizmi? Keyin yig'ishtirib o'tiribdi, keyin baqirdim-da, lekin ehtiyot qilinglar dedim, ta'zdan qo'rqdim-da, sinib ketadi. Sinib ketibdi, hozir ham davolanmagan, sinib yotibdi men bitta.
Davola olishmagan lekin. To'g'rilashmagan. Bu narsani. Operatsiya payti to'g'rilanmagan. Pasim to'g'rilangan, orqa tomoni singan joyi to'g'rilanmagan. Buni doktorlar aytishmagan. Endi doktorlarni hech narsa demayman, chunki qo'ldan kelguncha yordam berishdi. Qo'lidan kelgan nimani qilishdi? Hayotini saqlash uchun. Hali ham qonni to'xtatishdi. Buni o'ylaganki, sog' qolmaydi deb o'ylagan, o'lib qoladi deb o'ylashgan. Короче, rejissyorlar, operatorlar hammasi все, tamom o'lib qoladi, bosdi-bosdi qilamiz deb o'ylashgan, короче. Keyin operatsiyadan nima shu avariyadan keyin siz chekkaga olib o'tishdi. Ha, chekkaga o'rtog'im o'zimni story ham ko'rsatdim. Bola men bilan avariyada bor edi, Muhammad. O'sha oldida chekkaga o'tkazdi. Hattoki bilasizmi? U qizchi, u qiz tushdimi mashinadan yoniga keldi? Yo'q, tushmadi. Qarang, eshitib turing. Chekkaga o'tkazdi, atrofimga olgandan keyin qiz kelyapti. Kechirasiz, bosaverdim deyapti-da. Kulib kelgan, kulib kelgan. Men просто mamda turibman deb, shu deyapman, gaplashib o'tiribman deb, suv ko'ray deyapman deb. Emotsiyamni tushuntira olmayman. Bu yerda adrenalin bo'ldi-da. Mashina turibman deb. Nima deyapsan? Siz shokovый состояниеda. Состояниеda turibman, u qiz kulib kechirasiz, bosib yubordi. Hali shokovый состояние bo'ladi-yu, biror joyda kesib yorsa, og'riqni sezmaydi, shok bo'lib qolgan. Ashaqa состояниеda. Lekin gaplashyapman odamlar bilan. Skora chaqiringlar deb baqirdim. Skora chaqirgan ekan, bir marta adashgan ekan, boshqa joyga chaqirib qo'yibdi. O'rtog'im ketdi. Общий ne soatda keldi skora? 1 soat. 1 soatda kelgan skora, 1 soatda. Agar o'zlari mashinaga olib ketsa ham yaxshi bo'lardi. Agar olib ketganida qon ketmasdi. Juda ham qon ko'p ketgan, короче. Skoriga o'tirgandan keyin bu qiz aytganki, men qon ketyapti, ichki qon ketyapti desa, yo'q, qon ketmayapti debdi. Keyin aytib ochib ko'ring dedi. Real aytdim-da, ochib ko'ring, ketyapti desam, biz sizni 16 ga olib ketmoqchimiz dedi. Iya dedim. 16 ga olib ketishmoqchi, u boshqa больницаga, hali travma bilan shug'ullanmaydigan-a? 16-chi, yo'q, просто shoshilinch yordamga olib ketishayotgan ekan, keyin aytgandan keyin qon ichimda qon ketyapti degandan keyin 4-больницаga olib ketishgan. 4-больницada gaplashdi, shtobi tezroq borish uchun. Keyin o'tda tayyorlab turishdi. Endi eshtinglar dalshi. Keyin boryapmiz, narsalar qon bo'lib yotibdi, uje olib boryapti. Uzi qilishdi, rentgen qilishdi, joylar qon bo'lib ketyapti. Polniy qon vashi to'xtamayapti. Keyin mendan so'rayotgan narsa, nechinchi yilsiz, qachon tug'ilgansiz, ismingiz nima? Og'riq уже boshlanyapti, shokovый состояние ketyapti, chidolmayapti og'riqqa. Bundan har bitta doktor so'rayapti. Nechinchi yilsiz? Qayerda tug'ilgansiz? Siz shu yerda tug'ilgansiz? Biz ishonmayapmiz, yana bir marta ayting deb har bitta doktor so'rab yotdi, bu og'riqqa chidolmayapti. O'sha chidolmagandan baqirib yorgan, "Dad!" deb. Aytib bering. Yotchi больницаga yotkizishdi, operatsiya qildi. Xo'p. Keyin qanchada oyoqqa rentgen urdi, hozir rentgendan keyin ukol urishdi, anesteziya, oyog'imga urishdi, ikkita oyog'imga, tomirimga urishdi, keyin undan keyin uxladim. Soat 11:30da chiqdim, 11:30-12 ga yaqin. Ertasi kuni. Yo'q, kechasi. Soat 2:30 ga kirib ketganman. Obedda 2:30da, 11da turgansiz. 11:30 da turganman kechasi. Soat 4 ga o'rtog'im aytishicha qon yugurishgan, qon topish bo'yicha. Qon yetmagan. 3,5 litr qon ketgan. Undan keyin 9 soat bo'lgan bechoralar bunday qilgan, to'g'rilashgan. 4-больница. Больницаdan qancha vaqtdan keyin chiqdingiz? Больницаdan keyin 16 kundan keyin, yo'q, 2 kun reanimatsiyaga yotdim. Obshi 18 kundan keyin chiqdim. Rejissyor, urib yorgan qiz, Ahad Qayyumdan kimlar keldi больницаga? Больницada, xo'p, birinchi kuni reanimatsiyaga chiqqan kunim oyim keldi, keyin Jasur degan bola bor edi. Yo'q, ana urib ketganlardan, aybdorlardan kim keldi? Hech kim kelmadi. Reanimatsiyaga yotgan paytim kelishmadi. Men u qiz ham kelmabdi, onasi ham kelmabdi reanimatsiyaga. Vobshe kelgani yo'q. Palataga o'tgan. U qizni bedniy ko'rsatganini ayting o'zini. Uyim yo'q, mashinam yo'q, hech bolam yo'q. Palataga o'tgandan keyin ko'rgani kelganda mashina 2 kunmi, necha kun? 3 kunmi? Ikkinchi kuni. Avvaldik. Короче, u qiz urib yorgan qiz, короче, hech bolamiz yo'q, mashinamiz yo'q, uyimiz ham yo'q, gadoymiz deb mashinani o'chakkaroqqa qo'yishib, oynadan qarab turishsa, yugurib borib mashinaga o'tirib qochib ketishibdi. Ujas. Keyin 3-kuni keldi qiz. Assalomu alaykum opa, men haydashni bilmayman.
Bilmayman. Sen Ular bilmasang majburladi nimaga? dedimi? Ha, ular majburladi, o'rgatdi dedi. Ha, o'zing o'tir rolga dedi. Yonida odam qo'yish kerakmidi обычно? Bor edi odam, olib tashladi-yu. Yo'q, olib tashlash dedimi? Bilmayman, uni eshitmadim, odam bor edi lekin. Ha. Keyin qizni o'zini o'tirg'izdi, haydattirdi. Ahad Qayum qaromi. Shunday bo'lsa kerak. Ahad Qayum kelib oldimga gapirdi, "Ha, o'zgarib ketsan, Yevropaga ya" dedim. Keyin Bor yo'qoldi. Bor yo'qoldi. Kezzallay. Abdin qara tursigimi hech aytmayman deng. Urrotga. Vyetnamga Yo'l, yosh qizlarga, "Ha, yaxshimisan? Mana sassiq cho'chog'imni tiqmoqchi edim-da" deb yopishar ekan hamma qizlarga. O'shuncha bu qiz yomon ko'rar ekan uni. Harom. Voy, izvinite. Uyatiga kichkina qiz oldida gapirib, men achchig'im chiqib ketdi. Keyin Harom edi. ha, больницаdan uyga qachon chiqdingiz? Qanchaga uyda? yotdingiz? Yo'q, общий qancha yotdingiz 18 больницаdan? kun yotdim, uni ham eshiting. Oxirgi to'lov kelganda hamshiralar bordi, hammasini. Rosa aytamiz, Ahadga qilsak, Ahad Dilmurodga yo'llaydi, Dilmurod esa Ahadga yo'llaydi-da. To'laylar desak. Men Ha, uxlab больницаning pulini to'lash kerak. Ko'rdinglarmi, bir-biriga to'ngab yurishavergan. U to'laydi, bu to'laydi, Ahad to'yaydi, Dilmurod to'laydi deb qilib qochib yurishavergan, qarochi hammasi. Keyin onam aytdi, hozir uzun bankdan olib qarz olaman dedi. Hozir to'layman dedi. Bittang ham kelma keyin dedi. Men oldimga dedi. Ariza yozib bersin. otangga bor, onangga bor boshlaringmi Qo'l qo'yib kelishga bittang ham kelma dedi. Keyin nima Ahad Rejissyorlar общий mana $500 berishgan, to'g'rimi? $200 3 million. Ha, shunday. Yetganmi? Bu Har mesestralarga, hamma yoqqa. Uni Ahad Qayum to'lagan. Men aytaman to'g'risini, Ahad Qayum kelib yurdi. Dilmurodda o'zi aytdi, Ahad to'laydi hammasini dedi. Ahadga buyuravering dedi. Lekin Ahad keldi. u 3 million bilan 200 ga Ozoda to'ladi. O'zi yo'q, kelib Yo'q, yurganida administrator, ana uni aytibdi. Ha, bansaga faqat Ahad. Больницani keyin ana Perivaska borib, Perivaskalar Ha, qiladi. mesestrani yollagan Ahad Qayum, qarochi Perivaskaga, doktor qiz yollagan. Nech kun kelgan o'g'iz примерно? Примерно shu dekabrgacha kelmadi-yu. Dekabr. Yo'q, nech kun kelib yurdi? Endi uni esimda yo'q. 18 kun, 20 kun примерно. Shu bitgunicha-da yarim. Ha, kelib yurgan, keyin u qizdan bilishsa, u qiz даже rahmi kelib bu qizga besplatno kelib yurgan. Ahad to'lamay qo'ygan, qarochi yarmiga kelganda. Keyin pul bersa, keyin nima debdi? Men sizga pul berdim-ku desa, qarzingizga ol. Men necha marta chiqib berdim, pul tashlamadingiz-ku deganda, shu uchun. Ha, bo'ldi. Keyin menga tuhmat qilyapti deb qiz kelmadi. Ha, ужас. Keyin qolganini onasi Perivaska qilgan o'zi. Davletda operator, rejissyorlar Kolyaskani hamma qiziqayotganda aytgancha, kolyaskani aytib bersin. Ayting kolyaskani. Kolyaskani eshitdinglar. Ozdobada причем ular rejissyorlar qilgan. Rejissyor emas, odami qilgan admini. Adminini gapiring как раз. Borsangiz yana jon. Adminini yo'q. Ozdobada здесь тут ни при чем. Aytibdi Ozdobada даже bilmaganman ham deb. Admini Dilmurodni gapiring. Da, Ayting. qolslari ham bor. Ha, ayting. Kolyaskani ayting. Endi keldi, kolyaska deb so'radi. Bilsin hamma. Keldi-da, keyin kolyaska so'radik. Hozir gaplashib beraman dedi. Vaqtga telefon qildi. Telefon qildi-da, bitta qiz bor dedi, onasi bilan yashaydi dedi. Ha. Keyin rasmga oldi, videoga oldi-da atrofda. Men bularni mana olib berdim, men bizdan dedi. Ehsonchilarga telefon qilib aytyapti. Ehsonchilarga telefon. O'zlari olib kelib bermayapti. Dilmurod o'zi emas, ehsonchilarga yordam beradi-yu, qiynalgan oilalarga. O'shalarga telefon qilib ulardan so'rayapti kolyaska. Sizlar ham yordam berayotlar, bu oilaga qiylangan oila ekan, biz yordam beryapmiz deb. Ozdopani aldab yurganda, просто jahlim chiqqani. Ha, Ozdopaga aytganki, hammasi yaxshi deb aldab yurishavergan u Dilmurod. Keyin kolyaska olib keldimi itoq? Yo'q. Olib kelmadi shu bilan kolyaska. Bir oy o'tibmi? Bir oy o'tib qildimi? Yo, ana kichkina kolyaska-chi, детский kolyaska. Uni Ahad Qayum olib keldi. Ahad Qayum Musurdan детский kolyaska olib kelgan. Hali kichkina bolalarning kolyaskasi bor-ku. Oyog'i singan kolyaska olib kelgan, qarochi Ahad Qayum. Oyog'i singan, vaqf olib kelganki, zo'r bo'lmagan. Eski. Eski bo'lgan. Qarochi ikkinchi olib kelgan kim u? Kim? Vaqf. Vaqf yo'q, vaqf olib kelmagan. Kim olib kelgan? O'sha Ahadda o'zi olib kelgan. Ahad olib kelgan kolyaska eski birovni ishlatilgan kolyaskasini olib kelgan. Vaqfni bilan Qabul qilmadi, kerak emas. Prosta men hozir kulib gapirayotganimman, bu narsani yig'lab yotganman deb, o'sha o'zimga kelganman, shu uchun kulyapman. Faqat endi bilmayman, operatsiyadan chiqamanmi yo'qmi, prosta haqiqatni aytay deyapman-da. Yaxshi Uni yaxshi niyat qiling. Bu mana aytayapti-yu, представитель aytayapti-yu, u og'ir operatsiya emas. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jinni ketdi narsalarni o'ylamang. Hammasi go'zallikda bo'ladi. Hali bu yerga kelib rasmga olaman degansiz meni. To'g'rimi? Aytganman endi prosta.
odam. Hech ham unaqa yomon narsalarni o'ylamang. Og'ir operatsiya emas ekan. Hali vahshiylarcha ko'rsatgan operatsiya emas ekan. Fotoğraf çekebilir miyim? Da, evet. Kek sizin de yani kudrasın. Voy, bu qiz anaqa tura olmaydi. Bu gece TikTok. Ha, xuddi shu qiz. Keling, o'zim turaman. O'zim turaman. Xo'p, nima deyapti? O'shaning uchun duo qiling. Sabina Salim yaxshi bo'lib ketasiz. Oy, o'zi ham. Men 5 yildir narman. Yaxshi bo'ling, hammasi rahmat, kattakon. Rahmat. Sabrina ilohim, farzand bo'ling, qiz bo'ling, rahmat. Alloh shifo bersin. Muzika ham o'zi ham ketyapti, g'amgin bu. Вообще muzika. Yuragimiz siqyapti, yig'lab. Ko'zim yoshga to'layapti muzikaga. Yaxshi bo'lib ketadi Sabrina, nasib. Suvda bo'yigada chiroyli. Matkasiga nima qildi bu qizni? Keyinchalik oila qura oladimi? Yo'q, oila qura olmaydi. Oila qura oladi, bola bo'lishi Ma'lum emas. Sabrina asal ola. O'tiring. Filtram zo'ragan. Спрашивают, там она Xonangiz. Odamlar onasi ko'rdingiz. Turing deydi. Turib turing siz deydi. bilmaganda mayli. Ha, kelganda siz ana TikTokga chiqqan qizmisiz deydi, yana bilmagan Ha, bola. esiga tushib Rosa ketdi. bu bilmoqchi bo'lgan edi, qizmi yo'qmi deb. Ha, to'g'ri. Lekin Harina yosh. Voy, chiroyli bo'lyapti rasm. Rasm qo'laylik. Retkinday narsa bir. Ana shu daryoni bo'yida bo'lsa вообще zo'r. shunaqa gaplar. Sabrina ilohim, modellikka qayting. Asalim mana. Voy asalim, Sabrina. Shunaqa qilib ko'nglini ko'tarib yuribmiz. Uyda o'tiraversa tushkunlikka tushib qolyapti. Shuning uchun bir mohina, bir men olib chiqib yuribmiz ko'chaga, qarochi. Da, shunaqa gaplar. Jasmin. Voy, nima deydi? Uzun so'zini yozyapti, o'qolmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmang. Da, shuning uchun yosh qizcha. Endi 18 ga kirdimi? 20 22 ga to'ladi, xudo xolasa. Hali hayoti oldinda. Hozir operatsiyani o'ylab tushkunlikka Mana tushyapti. 17 yoshga deb chiqaribdi. Ishonmanglar. Yo'q, urib yuborgandi. Ha, 17 yoshli qiz Sabrina dedi nima eshitdim. Bular yoshimni bilishmagan shekilli. Jasmin opa sizga omad. Yo, bugun meni jahlim chiqib ketgani. Bože moj, novostchilarga ko'rsangiz, hali kulgiz keladi. Ko'rdingizmi novostchini? Ishoni karta. Palonchi Pistonchiyev, Еще kartani скажите, bittasi yozyapti. 2 million tashlaganini ayting. aytberdim, da. Yo'q, самое интересное, novostda chiqayotgan gaplarga shok bo'lib qoldim. Palonchi bilan Pistonchi mancha pul berib operatsiyaga jo'natyapti. Yo, $100,000 netchi. Odamlar $100,000. berdi. $100,000 вообще men ham qo'shilib operatsiya qildirib olaman. Jasmin anavi ikkovi ofisga yashagan, haqiqatan ofisga. Haqiqatan. Qanday? Menga agenti o'zini yonida ishlagan admin aytib berdi. Ana qizlar Kamila degan qiz bor ekan, u kichkina qiz uni haydattirgan, qarochi. U qizni haydattirib, o'zi egallab olgan joylarni. Hatta atrofidagi hammani haydagan. Yig'lab chiqdi-ku. Voy. Menga tuhmat bo'lyapti. dedi. Prezidentimdan so'radi. Shu qiz oldin yana xursand Sabrinada, xursand qilish chiroyli joy ko'rsataman men sizlarga. Qanaqa joyda o'tiribmiz. Mana buni olib ketmabdi. Mana ayollar to'plami, представитель, vrachlar представители, bu опекуны desa ham bo'laveradi. Sabrinani bu biza женщина непонятная. Этот Sultan Ahmed, Aya Sofiya, bu yoqda dengiz. Mana onalari o'tiribdi. Mazza qilib toza havoda o'tiribmiz. Shunaqa gaplar. Mana prямой эфир qilsam buni. Prямой эфир yo'q qo'ying, обязательно. Zaryadkani Sabrina. Ha, bugun uyda prямой эфир qilamiz. Esingizdan chiqmasin. Uyga borganlardan keyin. Aytaman, uyga borib aytaman men sizlarga. Siz uchun duodamiz. Rahmat. Bugun prямой эфир qilamiz. Sabrinani ulab, Marat akani ulab, hammamiz uchimiz nima qilamiz? Marat aka uy sovg'a qilmoqchi bugun prямой эфирda. Shuni aytib bering. Da, uyda ayting. Endi ishondingizmi? Videoni ko'rsating. Ha. Video. Olganmisiz? Ha, o
sharmanda bo'ladi hozir. Nimaga? Voy, xalq sharmanda bo'ladi. Nega xalq sharmanda? Xalq oldiga sharmanda, xalq oldiga sharmanda bo'ladi. Qiladi deng. Aslida o'zi shu edi. Yo'q, uni ko'rsatmayman. Qaysini? Qaysini? Mana. Kecha olganingizmi? Ha. Uyda podarka qilgan kuni uyg'otishyapti. Mashina uyg'otyapti. Tur uy podarka qildi deb. Bizanga Shahzoda Muhammedova 2 xonali uy podarka qildi. Mana. Yo'q. Ishonishmayapti. O'sha men bu yoqqa uchib kelmaguncha ishonmagan ekan. Bu yoqqa Oilalar kelguncha. hozir shok bo'ladi. Hali. Qachon operatsiya? Ertadan уже analizlar topshirish, nima, MRT, to'rtta professor ertaga ko'radi, gaplashiladi, ertaga narxi bilinadi, necha pul bo'ladi, hammasini biz sizlarga olib borib aytib yuramiz. O'zida balki qiz chiqmagan-ku, hammani kesib tashlaganda. Ha, siz kesib tashdingizmi? Ha, men Qo'shilib tushgan joylar kesib Ha? o'zim men masofkadaman, Kesib masofkada. tashalgan, короче, klipdan. Kesib olib tashlashgan. Matka olib tashalmagan, uni ham davolanadi, matka ham qilinadi, davolanadi. Ertaga ginekolog ko'rgandan keyin aytiladi, nima qilsa bo'ladi, nima yo'q. Eski. Da. Yosh bolaga o'xshaydi.